keyin mana aytdim-da. Menga o'sha posolstvada ishlaydigan ayol kishi telefon qilib, "Avazbek, men viza beraymi, bermaymi? Naqllaylik, yordam beraymi?" dedi. Opa dedim, pulini bersa ham yordam bermaysiz endi. Bir kun oldin yordam bering deb yozdim. Endi yordam beraylikmi dedi. Pulini bersa ham yordam bermaysiz desam, bo'ldi, sizga gapingiz gapdi. Mana Farida o'zi ham gaplashdi. Avazbek nima desa shu dedi. Bo'ldi, viza o'sha kuni biz $3000 degan joyda bir tiyin emasdan shu ayol ertaga jo'natib qo'ydilar Koreyaga turgan joyimizda shu yerdan qaytdik. Chunki biz qanaqa ko'ngilda yordam beramiz. Bu yana bir intervyu berib ko'timizni ko'lab chiqyapti. Bu qanaqa narsa bu? Biz nima ko'ngilda yuribmiz, u nima ko'ngilda turibdi. Darding bo'lsa, biz nima qilyapmiz? Shashka o'ynab yuribmizmi? Biz ham qilamiz o'sha senga yordam. Ular u 1,5 oy shu temaga kelgan bo'lsa, biz o'sha paytda yetib kelgandik bu narsaga. Shuning uchun Farida opa gapirmay, opa o'zingiz haqingizda umuman gapirmaysiz. O'sha odamlar gapirsa, Alloh bilsin, lekin men o'zim uchun bilaman. Nima deydi? Bir musulmon inson sifatida, bir opa sifatida men yuragimda o'rningiz boshqacha. Lekin mana sizga ana hammaning oldida anaqa bir uka sifatida haddim sig'ib bitta narsani gapiray. Endi Farida opa xarakteri shunaqa, anaqaroq. Lekin men o'zim ham aytaman, Farida opa katta bo'lib qoldi opa, aniqligi internetda chiqib bunday qilayotgan narsalarni kamaytiring opa deyapman. Endi bu aql xarakteri shunaqa. Shuning uchun endi mana shu narsalarni to'g'ri balki sal seriozniy desa, bu ayoldan yaxshi ayol. Hozir ham mana hozir shu primo efirda ham bittasi bolasini boqib o'tiribdi mana shu ayol. Telefonni bittasi bolasini tashlab ketgan shu Koreyada. O'shani bolasini boqib o'tiribdi. Buni bolasi ham bas bo'lmasa. Opa kim bu desam, birovning bolasi. Sizga nima foyda desam, savol uchun boqib o'tiribman deydi. Koreyada o'zini bolasini boqmayapti odamlar.